بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 31 31 درس. فعل مضارع مضارع fe'li. Ya'ni bu darsda muzori fe'llarini beradi va muzori fe'lidan oldingi qo'shimchalar, ya'ni muzori fe'lidan oldin qo'shimchalar keladi va o'sha qo'shimchalar bilan kelganda muzori fe'liga qanday ma'no berilishligini ham aytib o'tadi. Va yamdahu maqtaydi yoki maqtayapti degan ma'noni ifodalaydi. Boshqa muzori fe'llari ham hozirgi va kelasi zamonga dalolat qilishi mumkin. Masalan, ya'rifu taniydi, kelajakda taniydi yoki hozirgi paytda taniyapti. Yabsuru ko'radi yoki ko'ryapti. G'odan ertaga. Ba'da g'odin ertadan keyin. G'oliban ko'pincha. Daiman doimo. Kathiran ma ko'p vaqtda ko'pincha. Kathir degan so'z ma bilan qo'shilib kelgan paytda ko'p vaqtda, ko'pincha degan ma'noni anglatadi. Qalilan ma bo'lsa oz vaqtda, ozincha. Rubbama ba'zan ehtimol. Yamdahu maqtaydi, maqtayapti. Endi yamdahu fe'lidan oldin ma yoki la keladigan bo'lsa, bu fe'l inkorga aylanadi. Ya'ni muzori fe'lidan oldin ma yoki la keladigan bo'lsa, o'sha fe'l manfiga aylanadi. Masalan, ma yamdahu maqtamayapti. La yamdahu ham maqtamaydi yoki maqtamayapti. Yumdahu maqtalinadi. Bu muzori fe'lini majhul qilish qoidasi da aytib o'tilgan. Ma yumdahu maqtalmayapti. La yumdahu maqtalmaydi. Ya'rifu taniydi, ma ya'rifu tanimaydi, tanimayapti. La ya'rifu tanimaydi. Yu'rafu taniladi. Ma yu'rafu tanilmayapti. La yu'rafu tanilmaydi. Yabsuru ko'radi, ko'ryapti. Ma yabsuru ko'rmayapti. La yabsuru ko'rmaydi. Yubsaru ko'riladi. Ma yubsaru ko'rilmayapti. La yubsaru ko'rilmaydi. La yamdahu albatta maqtaydi. Mana muzori fe'lidan oldin la, ya'ni la bu qanaqa la desa ta'kid lasi deb aytilinadi, ya'ni fe'lning ma'nosini ta'kidlaydi. La yamdahu albatta maqtaydi degan ma'noni ifodalaydi. Sayamdahu endi s harfi qo'shilib keladigan bo'lsa, yaqin fursatda maqtaydi degan ma'no ifodalaydi. Endi savfa yamdahu bo'lib savfa qo'shilib keladigan bo'lsa, birozdan keyin, ya'ni endi maqtaydi. Yaqinda emas, u birozdan keyin maqtaydi. Savfa la yamdahu birozdan keyin maqtamaydi. Endi qod yamdahu bo'lib qod fe'li muzori fe'lidan oldin keladigan bo'lsa, gohida degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, qod yamdahu gohida maqtaydi. Qod la yamdahu gohida maqtamaydi. Mozi fe'lidan oldin qod keladigan bo'lsa, bu o'sha fe'lni aniq bajarilishligini ifodalaydi. Aniq bajarilganligini ifodalaydi o'tgan zamonda. Masalan, qod madaha bo'lsa, batahqiq haqiqatda aniq maqtadi. Ya'ni maqtaganligi 100% ekanligini ifodalaydi. Qod arifa aniq tanidi, tahqiq, ya'ni batahqiq aniq tanidi. Qod basura aniq ko'rdi. Bu yerda tasrifu fi'li mudori'in muzori fe'lini tuslanishligi, ya'ni 14 ta vaznda tuslanadi. Yamdahu maqtaydi bitta kishi, yamdahani maqtaydi ikkita kishi. Bu yamdahani bo'lib alif bilan nun qo'shilyapti. Bu ikkilikni ifodalaydi. Yamdahuna bunda vav bilan nun qo'shilyapti. Ko'plikni ifodalaydi. Maqtaydi ko'p kishilar. Tamdahu maqtaydi bir ayol. Tamdahani maqtaydi ikkita ayol. Yamdahna maqtaydi ko'p ayollar. Endi tamdahu bu bo'lsa, maqtaysan ikkinchi shaxs bo'ladi. Tamdahu maqtaysan sen bir kishi. Tamdahani maqtaysiz siz ikkita kishi. Tamdahuna
maqtaysizlar ko'p kishilar. Tamdahina maqtaysan bir ayol, bu ham ikkinchi shaxs birlik muannasda. Tamdahani maqtaysiz siz ikki ayol. Tamdahna maqtaysiz siz ko'p ayollar. Amdahu maqtayman, namdahu maqtaymiz. Endi bu keyingisi bu yumdahu tepadagi fe'l ma'lum bo'ladigan bo'lsa bu majhul deb nomlanadi. Masalan, ma'lumga maqtaydi deb ma'no beriladigan bo'lsa, majhulga maqtalinadi degan ma'no aytilinadi. Masalan, yumdahu maqtalinadi bir kishi. Yumdahani maqtalinadi ikkita kishi. Yumdahuna maqtalinadi ko'p kishilar. Tumdahu maqtalinadi bitta ayol. Tumdahani maqtalinadi ikkita ayol. Yumdahna maqtalinadi ko'p ayollar. Tumdahu maqtalinasan bir kishi. Tumdahani maqtalinasiz siz ikkita kishi. Tumdahuna maqtalinasiz siz ko'p kishilar. Tumdahina maqtalinasan sen bir ayol. Tumdahani maqtalinasan siz ikki ayol. Tumdahna maqtalinasiz siz ko'p ayollar. Umdahu maqtalinaman. Numdahu maqtalinamiz. Al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. Hazar rajulu yamdahu jarahu. Bu kishi qo'shnisini maqtaydi yoki maqtayapti. Haula'ir rijalu yamdahuna asdiqa'ahum. Bu kishilar do'stlarini maqtayaptilar. Hazihil mar'atu tamdahu sadiqataha. Bu ayol o'zini do'stini maqtayapti. Dugonasini desa ham bo'ladi. Haula'in nisa'u yamdahna banatihinna. Bu ayollar qizlarini maqtayaptilar. Anta tamdahu sadiqaka. Sen do'stingni maqtaysan. Antum tamdahuna rufaqa'akum. Sizlar sheriklaringizni maqtaysizlar. Anti tamdahina ummaki. Sen onangni maqtaysan. Antunna tamdahna abna'akunna. Sizlar bolalaringizni, farzandlaringizni maqtaysizlar ayollarga nisbatan. Ana amdahu ba'da a'da'i. Men ba'zi dushmanlarimni maqtayman. Nahnu namdahu kulla asdiqa'ana. Biz hamma do'stlarimizni maqtaymiz. Hazar rajulu ma yamdahu al'ana ahadan. Bu kishi hozir hech kimni maqtamayapti. Anta ma tamdahu al-yawma jiranaka. Sen bugun qo'shningni maqtamayapsan yoki maqtamaysan. Ana la amdahu ghadan ahadan. Men ertaga hech kimni maqtamayman. Nahnu ma namdahu a'da'ana aslan. Biz dushmanlarimizni aslo maqtamaymiz. Kullu aqilin yumdahu. Har bir aqlli maqtalinadi. Hazar rajulu ma yumdahu al'ana. Bu kishi hozir maqtalinmaydi. Nahnu ma numdahu ghadan. Biz ertaga maqtalinmaymiz. Ba'dul uqala'i la yumdahu fi ba'dil awqati. Ba'zi aqllilar ba'zi vaqtlarda maqtalinmaydi. As-sufaha'u la yumdahuna fi aktharil awqati. Telbalar aksar vaqtlarda maqtalinmaydilar. La yamdahuna ustazuna al-yawma. Bizni bugun ustozimiz albatta maqtaydi. La tamdahuni al-yawm, la tamdahuni al-yawma. Albatta meni bugun maqtaysan. La yumdahu al-ana sharikuna. Albatta hozir bizning sherigimiz maqtalinadi. Sayamdahuhu al-ustazu. Tezda uni ustozi maqtaydi. Satamdahuni al-yawma. Tezda meni bugun maqtaysan. Saamdahukum ba'da ad-darsi. Tezda sizlarni darsdan keyin maqtayman. Sawfa amdahukum. Birozdan keyin sizlarni maqtayman. Qad yamdahu ar-rajulu aduwwahu. Kishi gohida dushmanini maqtaydi. Qad la yamdahu ba'du an-nasi sadiqahu. Gohida ba'zi insonlar do'stini maqtamaydi. Qad madahta ibnak. Batahqiq haqiqatda o'g'lingni maqtading. Qad madahna asatidana. Batahqiq ustozimizni maqtadik. Qad madahtumuna. Batahqiq bizlarni maqtadingiz. Haza ya'rifu abak. Bu
otangni taniydi. Anta ta'rifu abi, sen otamni taniysan. Ana a'rifu akhaka, men akangni taniyman. Haula'ir rijalu ya'rifuna aktharan nasi min qaryatina. Bu kishilar qishlog'imizdan ko'p insonlarni taniydilar. Antum la ta'rifuna jironana, sizlar qo'shnilarimizni tanimaysizlar. Hal ya'rifu abuka akhi, otang akamni taniydimi? Hal ta'rifu abi, otamni taniysanmi? La ta'rifu ustazi, albatta ustozimni taniysan. Sa'arifu sadiqaka, tezda do'stingni tanib olaman. Sawfa na'rifu jironakum, birozdan keyin qo'shnilaringizni taniymiz. Nahnu la na'rifu ba'da jironina, biz ba'zi qo'shnilarimizni tanimaymiz. Kullu rajulin mashhurin yu'raf, har bir mashhur kishi taniladi. Yaqrubu vaqtu dars, dars vaqti yaqin qolyapti. Qad ariftu rafiqakum, sherigingizni tanidim. Batahqiq sherigingizni tanidim. Ana a'rifu abaka g'adan, men otangni ertaga taniyman. Nahnu na'rifu rufaqa'akum ba'da g'adin, biz sheriklaringizni ertadan keyin taniymiz. Kullu rajulin ya'rifu jironahu g'aliban, har bir kishi qo'shnisini ko'pincha taniydi. Al insanu ya'rifu sadiqahu daiman, inson do'stini doimo taniydi. Kathiran ma, mana kathiran ma so'zi bilan kelyapti. Ko'p vaqtda, ko'pincha degan ma'noni aytamiz. Kathiran ma la ya'rifu ar-rajulu jirona jironihi, ko'pincha kishi qo'shnisini tanimaydi. Qalilan ma na'rifu duyufa jironina, oz vaqtda qo'shnimizni mehmonlarini taniymiz. Bu yerda ma bu inkor ma'mas, ya'ni na'rifuni oldidan kelayotgan ma'mas, ya'ni tanimaymiz degan ma'noni ifodalamaydi, balki bu qalilan degan so'zga qo'shilib kelyapti. Qalilan ma, oz vaqtda degan ma'noni aytamiz. Oz vaqtda na'rifu duyufa jironina, qo'shnilarimizni mehmonlarini taniymiz. Rubbama yamdahul insanu aduwahu, ba'zan inson dushmanini maqtaydi. Rubbama ta'rifu hadha ar-rajul rajula, ba'zan bu kishini taniysan. Kathiran ma, mana bu yerda ham kathiran ma degan so'zga qo'shilib kelyapti. Ko'p vaqtda namdahu asdiqoana, do'stlarimizni maqtaymiz. Qalilan ma, oz vaqtda tamdahuna a'daakum, dushmanlaringizni maqtaysizlar. Qad yamdahukum a'daukum, gohida sizlarni dushmanlaringiz maqtaydi. Ma a'rifu abak bal a'rifu akhaka faqat, otangni tanimayman, balki akangni, faqatgina akangni taniyman. Qad ariftum abi aydan, batahqiq otamni ham tanidingizlar. Sata'rifuna ustazana vaqta darsi fasawfa tamdahunahu, tezda ustozimni dars vaqtida tanib olasizlar va birozdan keyin esa uni, ya'ni ustozimni maqtaysizlar. Man ya'rifu hadha ar-rajula, bu kishini kim taniydi? Min ayna ta'rifuna haula'ir rijalu, bu kishilarni qayerdan taniysizlar? Bu kishilarni qayerdan taniysizlar? Lima tamdahuna hadha ar-rajula, bu kishini nima uchun maqtayapsizlar? Lima tamdahina aduwataki, nima uchun dushman ayolingizni maqtayapsiz? Ya'ni ayol dushmaningizni nima uchun maqtayapsiz? Lima tamdahna haula'in nisa'al jahilati, nima uchun bu johila ayollarni maqtayapsizlar? Ata'rifu abi, otamni taniysanmi? Hal ta'rifuna ikhwatana, aka ukalarimizni taniysizlarmi? Alaysa aliyun yamdahu kulla insanin, Ali hamma insonni maqtamaydimi?
Allazi yamdahu hadha ar-rajulu ya'rifuhu jiddan. Shunday insoniki bu kishi ya'rifu hadha ar-rajulu bo'lmaydi, rajula bo'ladi. Bu kishini maqtaydigan odam ya'rifuhu jiddan, uni yaxshi taniydi, judayam yaxshi taniydi degan ma'no ifodalanadi. Shu ar-rajulu fa'il bo'lib noto'g'ri i'rob berilib qolibdi. Bu kishi maqtaydigan uni yaxshi taniydi bo'lsa g'alati ma'no beriladi. Bu kishini taniydigan uni yaxshi taniydi desa keyin ma'no yaxshi chiqadi. Man yamdahu hadha ar-rajulu, bu kishi kimni maqtayapti? Man ya'rifuka, tepada qolib ketibdi. Allati tamdahu hadhihi al-mar'ata la ta'rifuha aslan. Bu ayolni maqtaydigan uni aslo tanimaydi. Allazina ya'rifunakum yamdahunakum da'iman. Sizlarni taniydiganlar doimo sizlarni maqtaydilar. Man yamdahu hadha ar-rajula, bu kishini kim maqtaydi? Man yamdahu hadha ar-rajul, bu kishi kimni maqtaydi? Tepadagisi bu kishini kim maqtaydi? Pastdagisi bu kishi kimni maqtaydi? Man ya'rifuk, seni kim taniydi? Man ta'rifu min haula'ir rijal, bu kishilardan kimni taniysan? Yabsuru ko'radi, yubsoru ko'riladi. Ma yabsuru ko'rmaydi, ma yubsor ko'rilmaydi. La yabsur ko'rmaydi. La yubsoru ko'rilmaydi, la yabsur albatta ko'radi. Sayabsur tezda ko'radi, savfa yabsur birozdan keyin ko'radi. Qad yabsur gohida ko'radi, qad basurtu batahqiq ko'rdim. Qad basurna batahqiq ko'rdik. Bu mozi fe'l. Antum la tabsuruna, sizlar ko'rmaysizlar. Nahnu la nabsuru, biz ko'rmaymiz. Qad basurtu bika, seni ko'rdim. Haqiqatda seni ko'rdim. Basurtu bish-shay'i allazi la tabsuruna bihi. Bir narsani ko'rdimki, uni ko'rmadingizlar. Ya'ni sizlar ko'rmagan narsani men ko'rdim deyapti. Bimaza tabsuruna fi hadha at-taraf, bu tarafda nimani ko'rdingizlar? Qad nazarna ilayhi miraran fama basurna bi shay'in. U tarafga bir necha marta qaradik, lekin biror bir narsani ko'rmadik. Biman ta'rifu min haula'ir rijali, bu kishilardan kimni taniysan? Allazina na'rifuhum min haula'il awladi kulluhum shuraka'una fil madrasati. Bu bolalardan taniydiganlarimizning har biri madrasada bizning sheriklarimizdir. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. U maqtaydi. Huwa yamdahu. Ular maqtaydilar. Hum yamdahuna. U maqtayapti. Bu ham huwa yamdahu bo'ladi. Ular maqtayaptilar. Bu ham hum yamdahuna bo'ladi. U maqtaydi degani kelasi zamonga dalolat qilyapti. Ya'ni muzori fe'li o'zi kelasi zamonga ham, hozirgi zamonga ham dalolat qiladi. Bu yerdagi u maqtaydi degan bu mozi fe'l emas, chunki mozi fe'li bo'lsa o'tgan zamonda ish harakat bajarilgan bo'lishligi kerak. Bu yerda u maqtaydi degani kelasi zamonda maqtaydi. Agar maqtadi bo'lganda o'tgan zamon bo'lardi. Bu yerda u maqtaydi ga ham huwa yamdahu, u maqtayaptiga ham huwa yamdahu ma'no beriladi. Ular maqtaydilarga ham hum yamdahuna, ular maqtayaptilarga ham
hum yamdahuna bo'ladi. Sen maqtaysan bo'lsa anta tamdahu, sizlar maqtaysiz. Antum tamdahuna, sen maqtaysan. Bu ikkalasi ham bir xil. Endi buni muannas qilib aytib ko'ramiz. Anti tamdahu, sizlar maqtaysiz. Antunna tamdahna, men maqtayman. Ana amdah, biz maqtaymiz. Nahnu namdah, ya'ni ana amdahu nahnu namdahu. Men maqtayapman bo'lsa ham muannasda ana amdahu bo'ladi. Biz maqtayapmiz bo'lsa ham nahnu namdahu bo'ladi. Men maqtadim bo'lsa ana madahtu, biz maqtadik. Ana nahnu madahna bo'ladi. Bu muzori mozi bo'lyapti. U maqtamaydi. Huwa la yamdahu, ular maqtamaydilar. Hum la yamdahuna, u maqtamaydi. Bu ham shunaqa bo'ladi. Tepadagi bilan bir xil keltiribdi. Huwa la yamdah, ular maqtamaydilar. Hum la yamdahuna, sen maqtalasan. Anta tumdah, tumdahu, endi bu nima? Majhul. Siz maqtalasiz. Bu ko'plik. Antum tumdahuna, men maqtalmayman. Ana la umdahu, biz maqtalmaymiz. Nahnu la numdahu, men sizni otangizni taniyman. Ana a'rifu abaka, sen mening qo'shnimni taniysan. Anta ta'rifu jari, biz sizni taniymiz. Nahnu na'rifuka yoki nahnu na'rifukum ko'plik bo'lsa, sizlarni taniymiz bo'lsa. Siz bizni taniysiz. Va anta ta'rifuna, bu xotin tanilmaydi. Hazihil mar'atu la tu'rafu, bu xotin tanilmayapti bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi. Hazihil mar'atu la tu'rafu, ana bu xotin onangni tanimaydi. Tilkal mar'atu la ta'rifu ummaka, ana bu xotin bizning singlimizni tanimaydi. Tilkal mar'atu la ta'rifu ukhtana, biz albatta sizni maqtaymiz. Nahnu lanamdahukum, biz yaqin fursatlarda sizni do'stlaringizni taniymiz. Nahnu sana'rifu asdiqoakum, sa bu yerda yaqin fursatda. Na'rifu taniymiz, asdiqoakum sizni do'stlaringizni. Biz avval mehmonlarni taniymiz. Nahnu na'rifu avvalan ad-duyufa, so'ngra ularni maqtaymiz. Summa namdahuhum yoki savfa namdahuhum, birozdan keyin ularni maqtaymiz. Biz gohida sizni mehmonlaringizni taniymiz. Nahnu qad na'rifu duyufakum, bu yerda qad gohida degan ma'noni ifodalaydi. Nahnu qad na'rifu duyufakum, bu kishini ertaga maqtaymiz. Namdahu hadha ar-rajula ghadan, ana bu kishini hech maqtamaymiz. La namdahu dhaka ar-rajula qattu, la namdahu dhaka ar-rajula qattu, ana bu kishini hech maqtamaymiz. Xo'p, ertadan keyin sizning do'stlaringizni taniymiz. Na'rifu asdiqoakum ba'da g'adin, siz ko'pincha bizning mehmonlarimizni taniysiz. Anta kathiran ma ta'rifu duyufana, biz hanuz sheriklarimizni maqtaymiz. Ma zala namdahu shurakaana, ma zala degani hanuz, biz hanuz. Ma zala namdahu, hanuz maqtaymiz. Shurakaana, sheriklarimizni.
Bu maktabning o'quvchilarini aksar vaqtda taniymiz. Nahnu kathiran ma, biz aksar vaqtda na'rifu taniymiz. Talamiza hadhil madrasati, bu madrasani o'quvchilarini. Nahnu kathiran ma na'rifu talamiza hadhil madrasati. Ozincha, ya'ni oz vaqtda do'stlarimizni maqtamaymiz. Qalilan ma la namdahu asdiqoana. Ehtimol bu mehmonni taniysiz. Rubbama, bu yerda ehtimol degani rubbama ta'rifu hadha ad-dayf. Ehtimol bu mehmonni taniysiz. U sizni ko'radi. Huwa yabsuruka. Men sizni ko'rmayman. Ana la absuruka. Kimni ko'ryapsiz? Tabsuru man. Men bugun sizni maqtayman. Ana amdahuka al-yawma.